Siz kuchlisiz, lekin nega shuncha kuch bilan ham natija kam? Nega hammani tushunasiz, lekin o'zingizni his qilmaysiz? Nega hamma narsa to'g'ridek, lekin ichingiz bo'm-bo'sh? Bu dangasalik emas, bu motivatsiya yetishmasligi ham emas. Bu ong ostidagi dasturlar. Bu eski hayot ssenariylari. Nima u ong osti dasturlari? Kompyuterni yangi olib ishlatishdan oldin unga Windows o'rnatamiz. Uni qayta alishtirilmagunga qadar u eski versiyada ishlaydi. Xuddi shunday bizda ham 8 yoshgacha ota-onamiz dasturlari mustahkam o'rnatilgan. Rivojiga to'sqinlik qilayotgan aynan shu dasturlar. Ong osti dasturlari 96% bizni va hayotimizni hal qiladi. Ichki holatimizni, o'zimizga munosabatni, pul bilan kelisha olmaslikni, intilish, motivatsiya yo'qligini va bor yo'g'i 4% gina siz hayotingizni boshqara olasiz. Agar ong osti dasturlarini bugungi maqsadlarga mos ravishda dasturlamasangiz. Men sizni 5-12 fevralda Sharm-el-Shayxda bo'lib o'tadigan treningga taklif qilaman. Bu treningda biz aynan ong osti dasturlarini transformatsiya qilamiz. Bu yerda siz eskilikdan ko'tarib kelayotgan og'ir yuklarni aniqlaysiz. Ajdodlaringizni pulga, rivojga bo'lgan bloklarini aniqlab, buni transformatsiya qilasiz. O'zingizga ishonch qaytadi, his qilishni boshlaysiz. Men sizni dam olishga emas, qayta tug'ilishga taklif qilyapman. Men sizni ong ostingizda to'la перепрошивка qilishingizga chaqiryapman. Bu sizning imkoniyatingiz. Agar sizda hozir gaplarimda menga kerak degan his paydo bo'lgan bo'lsa, demak bu signal. Demak muammo harakatda emas, muammo sizning holatingizda. Tayyorman deb yozing, biz aloqaga chiqamiz. Berilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib ham siz o'z joyingizni tezda band qilishingiz mumkin. Shoshiling, joylar chegaralangan, vaqtimiz ham chegaralangan.